Assalomu alaykum, Zamin Begomov YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimiz xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun bir nima edi, qiziqarli bir foydali bir video qilib beramiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Videomiz yoqsa birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xursand bo'lib qolardik. Xo'p, bugungi video syomkamiz ko'pchilik shu kommentariyalardan keyin telefon qo'ng'iroqlari ham bo'lyapti shu haqida. Ya'ni mana shu Kaliforniya olmochi o'lchanglarini qish mavsumida beraktilarimizga suv sepib tursa bo'ladimi, yo'qmi degan savollar bo'lyapti. Yana suv sepishda обязательно qish kunida ham suv sepish kerak. Chunki ko'pchilik suv sepmaydida nima deydi, muzlab qolishi mumkin beraktilarimiz deb o'ylaydi. -10 gradusdan ag'iga beraktilarimiz muzlaydi. Undan pastiga muzlamaydi. Cho'lchanglarimiz ham hozir kechqurun, misol hozirgi kunda 4-5 gradusgacha minus bo'lyapti, minus sovuq bo'lyapti. Kunduzlari unaqa bo'lmayapti, plyusga tushib qolyapti. Kechqurun shu 4-5 minus atrofida sovuqda ham shu beraktilarimizda hozir usti muzlayapti. Xolos, mana shu g'ozon tashab qo'yganman. G'ozoni muzlaydi xolos. Tagidagi go'ngiga hech qanaqangi ziyon yetgani yo'q. Mana yerlarimiz ham muzlagan yo'q. Yerlarimiz muzladimi? Beraktilarimizdagi begomizlarimiz ham, ya'ni shu begomizga aylanayotgan go'ngimiz ham muzlashni boshlaydi. Shu yerga ham qarab, yer muzlashiga ham qarab bilib olish mumkin. Shu beraktimizning holatini ham yer muzlamadimi, muzlash -10 gradusga ag'iga o'tmadimi, havolarimiz shunga qarab beraktilarimizni ko'rib, namligiga qarab suv sepib turish kerak. Shunga qarab cho'lchanglarimiz ham harakatlanib, ozuqalanishi tezlashadi. Ya'ni qish kunida ham ko'pchilik men og'daryapman, og'darish jarayonida ham shu video syomka qilyapman. Bir xil akalarimiz telefon qilishyapti. Beraktilarda og'daryapsiz ekan. Og'darsa shu o'zlari ham cho'lchang boqishadi, shu akalarimiz ham shuni deb aytishyapti, menga maslahat berishyapti. Cho'lchanglarimiz karaxt bo'lib qoladi bu sovuqda og'darayotgan paytingizda deyapti. Cho'lchanglar hech qanaqangi karaxt bo'lmaydi. Karaxt bo'lsa, karaxt degani bu bitta joyda qotib qolish kerak cho'lchangimiz. U hech qanaqangi karaxt bo'lmaydi. Men og'darganimdan keyin misol 1 minutga ham qolmasdan yer tagiga tushib ketadi cho'lchanglarimiz. Nimaga tushib ketadi? Bu nafas olishi qiyinlashib qoladi. Agar tepada qolsa, terisi qurib qolsa, nafas olishi qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun pastga qarab intiladi bular cho'lchanglarimiz ham. Cho'lchanglarimiz karaxt bo'lib qolmaydi. Havomiz mana shunaqa quyosh chiqib turgan paytda bemalol beraktilarimizni og'darib, cho'lchanglarimizga ozuqani tezroq yedirishga yordam berish kerak qaytanga. Buni tashab qo'yib, buni beraktilarimizni pirslantirib, bunaqa qilib yotish keragi yo'q. Tez-tez buni og'darib, ish jarayonlarini davom ettiraverish kerak qish kunida ham. Holatiga qarab. Bir akamizning uylariga bordim. Anchadan men shu sovuq tushgandan buyon beraktoriga qaramabdi ham, og'daramabdi ham. Ustiga nima deydi? Uydan chiqqan poloslarmi, keyin qamishlarni bog' qilib tashab qo'yibdi. Anchadan buyon qaramabdi, shu sovuq tushgandan buyon suv ham sepmabdi. Suv sepsam muzlab qolardi deb. Men borib ko'rdim, o'zim ko'rsam, hali cho'lchanglarim yo'q bo'lib ketganda, nimaga? Namligi qochib ketgan, qurib qolgan. Bu qurimash kerak. U aslida o'zi namligi holatida turish kerak. Akamga aytdim, tushuntirib nima qilib keldim. Yana cho'lchanglarni tiklab olsangiz bo'ladi deb ancha narsalarni tushuntirib keldim akamga, xudo xolasa. Nimaga? Bu beraktorimizda namlik qochib qolsa, cho'lchanglarimizning harakatlanishi sustlashib, cho'lchanglarimizdan nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun namligini me'yorda qilish kerak. Mana men kerak bo'lsa kunora ham sepib turaman, namligiga qarab qaytlarda hamma joyiga qo'lim bilan ushab ko'raman. Namligi qayerda pasaygan bo'lsa, shunga men sepilab o'tirmayman, paqirlab suv sepib chachib qolaman men. Misol o'zim aytadigan bo'lsam, paqirlab chachaman. Men maydalab sepib o'tirmayman, misol o'zim. Paqirlab tasas sepib qo'yganlar. Mana shunaqa qilib ish jarayonlarini olib boraman, xudo xolasa. Hozir ham bitta cho'lchanglarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Mana shu qish kunida qanaqangi cho'lchanglarimiz, qanaqangi rivojlanib, qanaqangi harakatlarni qilayotganini. Mana shu cho'lchanglarimiz mana. O'zi sovuq tushdimi, pastga qarab intiladi cho'lchanglarimiz o'zi. Tepada yurmaydi. Havolarimiz issiq qolsa keyin tepaga qarab chiqishni boshlaydi ular. Mana cho'lchanglarimiz sekin pastga tushib qolgan. Nimaga? Sovuqda bular mana go'sh holatda bo'lyapti mana. Pastga qarab tushadi. Sovuq tushdimi, pastga qarab tushadi-da, havo isidimi, tepaga qarab mana bu ozuqlarni yeyishga tushadi bu cho'lchanglarimiz. O'zi juda nima edi? Bular ham aqlli jonzot desak bo'laveradi. O'shanga qarab bular ham havoga qarab moslashadi. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, shunaqa qilib ozuqalanib, bular ham jon saqlash harakatini qiladi. Xo'p, mana. Mana ko'rib turibsizlar, mana xolagan joyda ko'rsatay. Mana cho'lchanglarimiz ishlab yotishibdi mana. Havolarimiz isiyapti. Mana cho'lchanglarimiz chiqib mana tepalarda yuribdi mana. Hozir
pastda bo'ladigan bo'lsa mana shu o'lchaklarimiz pastda mana ishlayapti mana. Xohlagan joyda mana ko'rsatib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar mana. Hozir mana ko'rishlaring mumkin. Shu o'lchaklarimiz. Bozorni hammasi yeyapti mana. Bozorga chiqqanda yangi ozuqaga chiqqan bilan holamiz isib mana. Mana shu o'lchaklar. Ishlar yotishibdi mana bu yerda. Bozorlar yeb ular ham jon saqlash harakatini qilyapti. Mana bu yerlardan ham ko'rsatamiz mana. Hozir mana muzlayapti mana. Qirovda mana ko'rinayotgan bo'lsa mana shular qirov bo'ladi mana. Muzlab yotibdi hozir. Sekin eriyapti-da hozir mana. Ko'rsatamiz mana ko'rinayotgan bo'lsa mana chiqyapti mana pastda yuribdi mana. Hozir barcha ko'rsatyapman. Hozir shu o'lchaklarimizni tepalarda chiqib ketdi. Havomiz hozir sovuq holatda. Qo'l muzlasa ham endi sizlarga iloji ko'rsatyapman holatini. Bemalol qish kunida ham suvlar sepib shu o'lchaklarimizni qarasak bo'laveradi mana. Mana shu o'lchaklarimizni ishlayapti mana. Mana shu o'lchaklarimizni ishlayapti. Bozorlarimiz yeb yotishib shu o'lchaklarni. Xijillardan ham ko'rsatay. Bozorga chiqqan shu o'lchaklarimiz. Tayida mana o'zi begomizga aylantirib bo'lgan ko'nglarimizni shuning uchun ko'pi tepada yuribdi. Bozorga chiqqan ko'pi mana. Xo'p, mana bu yerlardan ham bir ko'rsataychi mana. Mana. O'lchaklarimiz ana ishlayapti. Ko'rinayotgan bo'lsa o'lchaklar. Bunaqa qilib o'lchaklarimizni ishlayapti mana. Xo'p, mana hovlamiz sovib ketadigan bo'lsa mana bu yerga mana g'ozorlardan molning shutlari, somon, poya mana shunaqa narsalarni to'plab qo'yganmiz. Hovlamiz mabodo sovib ketadigan bo'lsa, shu o'lchaklarimizni ustiga bir qator tashab, shu o'lchaklarimizni sovuqdan ziyon yetkazmasdan chiqarib olishga harakat qilamiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi akalar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lib qolamiz. Hammani ishlariga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattaga.